ertalab ham bo'pti-ku. Kamera yoqilibdi-ku. Barchaga salom obunachilar, sizlarga Kemi Minecraft 770 kanali. Bugun sizlarga ikkita qishloq hayotini davom ettiramiz. WhatsApp obunachilar, hammalarga yaxshimisizlar? Hammalarga rahmat. 50 ta obunachi yig'ib berganim uchun endi 100 taga harakat. Hozir bizning kanalimizda 80 ta obunachi bor. Shuning uchun yana 100 taga yetkazib qo'yamiz. Tezroq obunachilarni tezlar, obunani tez bosinglar. Shundan buyog'iga ham obunani tez bosinglar. Unda videoga go. Ertalabdan yana fermaga qarash kerak. Men aytgandek, to'xtang, telefonni unutibman. Mening Pxone 17 Pro Max. Hop, tezroq fermaga qarashimiz kerak. Yana meni quloqimni cho'zmasin obunachilar. Tezroq. Bu yerda kartoshkalarni olishimiz kerak. Tezroq. Hop, tezroq. Netgancha obunachilar. Voy. Mana buni kim sindirdi? Yo-mayo. Jinosan. Yesib ketibdi-ku. Yo-mayo. Unda hozir to'g'rilaymiz, obunachilar, kutib turinglar. Sekret. Mana obunachilar, mana to'g'rilandi. Menda esa kartoshkalarni ekib chiqsak bo'ladi. Tezroq ekamiz. Tezroq ekamiz. Ana, qo'nta kartoshka ortib qoldi. Mana ketmon yo'qotib qo'yamiz deb o'ylab obunachilar. Ne aytganimda dunyoga borishimiz kerak. Shunga ovqatim tugadimi? Tezroq ovqat olishimiz kerak. Yana yerga ham sabzavot topshirishimiz kerak. Cho'tta nimadirga shu sabzlar anaqa bo'lyapti. Juda ham kam hosil beryapti. Shuning uchun nimadir o'g'it sepsammikin yo nimadir olsammikin deyapman obunachilar. Mana bu yerda blokini kim oldi? Yo-mayo. Mana bu yerga yangi qo'shni o'chib keldi. Lekin u kimligini bilmayman. Jitani deb o'ylabman, to'qcha. Endi mer yoniga kirsak ham bo'ladi. Taq. Mer kirsam bo'ladimi? Kiraver, yaramas. Mer, yaxshimisiz? Qatdan anaqa bo'ldi. Olmasdan xarid yechib olishdi. Kreditga yechib olishdimi? Kreditingizga. Nima? Hazillashdim mer. Mana sizga aytgancha men seni yordam etdimmi? Chunki u yerda qotillik bo'lgandi. Qotillik? Tushunmisiz? Men politsiya chaqiraman. Politsiya chaqirsak bu qishloqdan ketasan. Va senga ko'p muammolar bo'ladi. Menga ishon. Mayli. Bitta men uyimga bo'lmasa. Ketaver. Obunachilar. Shundaymi? Shunda ay urmang. Agar sen men ham seni o'ldiraman. Yo-mayo, obunachilar, bu nima deydi? Uyimga yordam desam, yaramas. Bu mer. Yaramas mer ekan. Obunachilar. Buni nimadir qilaman-da. Tezroq to'xtang, eshikni qulab qo'yib, anaqaga borib kelmoqchi edim. Eshikni qullaymiz. Mana uyimning kaliti. Hop, mana va 8 ta zo'mbatni cho'ntagimga solib qo'yaman va ketdik. Pxone 17 Pro Max'imni qo'yganim yaxshi bo'ldi. Oq rangini oldim buni, chunki menga oq rang yoqadi. Kalya yaramas, qo'rqitib yubordi. Mer nima qilyapti bu yerda? Shunchaki ishim bo'ldi. Hech kimga hech narsani aytma, buni sug'ulasan. Mer. Qalaysan, jatto jidil. Yaxshimisan? Aytgancha meni asalim olib keldingmi? Ha. Aytib bo'ladi mendan. 8 ta zumrad. Mana ushla. Bo'ldi, olaman. Hop, 2 ta non, 4 ta anaqa steak, keyin bitta golden apple. Rahmat. Arzimaydi. Yepti. Hop. Mer o'zi nima qilyapsiz ertalabdan beri ko'tingiz qichib? O'tini qisib o'tir. Bo'lmasa jazolanasan. Jinosan, bu menga otammidi, oyimidi? Jazolaydi meni. Yaramas. Ber. Shu merim nimadir yo'qotib olish kerakmi deyman. Men seni yo'qotib olishim mumkin, yaramas. Boringga. Men seni oldida turganimni ko'rib turgan bo'lsa, kerak, yaramas. Boy. Boring, men ovqatlanaman obunachilar.
Shungacha sizlar kanalga obuna va like bosib turing. Men ungacha ovqatlanib turaman. Yana ertalab bo'pti-ku. Barchaga salom obunachilar. Assalomu alaykum. Men YouTube kanali va bugungi kunimizni boshlaymiz. Yana ertalabdan o'sha fermaga qarash kerak. Jennor fermani. Fermani yomon ko'raman. Xonimni tepib qo'y. Yana yo'qolib qolmasin. Tezroq shu fermaga qarasam endi. Jennor merni qo'rqitib o'ldiradi. Yaramasdan bo'ldi mana. Yarim qilib berib yuborishim kerak shu kartoshkani ham. Tezroq. Mana salom. Muncha vaqtida eshitding. O'zingiz miyam qilmasligingiz kechtiruv rostdan. Sen meni yana quloqimni lab o'ylaysizmi? Ishingni qil. Boshqa qilmayman. Bo'pti mayli. Tezroq bitirsam endi bu yerga suv qo'yishim kerak. Bitirdim men shularni ekishni. Juda g'alatim-a. Hozir qo'lab qo'ydik. Yo'q, qayerga tushib ketdim mana. Yo'q. Sho'mayu. Qo'limdagi skelet. Yo'q, skelet. Qanaqa cho'binachilik bo'ldi? Yo'q. Jinnisin qo'limda skelet. Qo'lim ushlab turibman. Kimga urishim kerak? O'rgimchak to'ri. Burada skelet, bu yerda. O'sha buni yaramas skeletni. Nima bu o'zi? Yo'q. Odam kallalari. Skelet boshlari. Yo'q. Qon. Bunachilar nima bu? Qo'limni ushlabman yana tfu. Buni tashlab yuborish kerak. Hammasini tashlab yuboraman. Yo'q, mana bu ketmoq yerdan kelib qoldi. Jinursin bu yerda yana bitta skeletning boshi. Yo'q, qo'yamay. Jinursin telefonim qani? Yerga telefon qilishim kerak. Qani merning nomeri necha edi? Telefonim qani? Telefon ham degan ekan. Telefon qilaman. Alo, mer. Ha, qayerdasiz? shu yerda. Mening anaqam fermamning tagiga keling. Suyaklari topib oldingmi? Siz qayerdan bildingiz? Tezroq keling. Bu yerda qamalib qoldim, mer. Hozir bloklarni olib boraman. Shunisi mer keladigan bo'ldi. Tezroq o'tirsa bu yerda mana buni toshib ketadi. Yo'q. Bu yer o'zi qanaqa joy ham yo'q. Sen shu yerdamisan? Meni qutqaring. Hamma yoq suv bo'yayotibdi. Hozir blok olay. Qaring tezroq meni. Qoling, men bo'la qoling. Kelganman. Ay jinursin. Suv. Yana olib chiqing bu yerdan. Hozir men Blok bering, blok. meni aytib bermaysan politsiyaga? Qanaqa politsiyaga? Hech qanday. Demak, tezroq chiqish kerak. Nimalarni ajrayapsiz, mer? Jinursin. Yo'q, seni ortingdan chiqaman. Bu haqida men politsiyaga e'lon qilaman. Yetma. Nimaga? Jinimisiz? Men politsiya chaqiraman. Chaqirma. Qayerdasiz? Nima qilyapsiz? Bo'la qoling tezroq. Nima bo'lyapti? Men hammasini politsiyaga aytaman. Yo'q, shu keyin men politsiyaga aytishga. Buni men qildim. Siz qildingiz? Ha, qolganingni beraman. Yo'q. To'xtang. Mana bu kartoshkalarni ushlang. Men hozirroq uyimga boraman va politsiya chaqiraman. Buni politsiyaga aytmasam bo'lmaydi. Iltimos aytma. Boring, siz bilan ishim yo'q. Iltimos, qilgan pulingni beraman. Yo'qoling, uyimga kirmang. Iltimos. Chiqib ketay uyimdan. Hozir politsiya chaqiraman. Alo, politsiya. Yo'q. Jinimiz urmang. Hop, bo'pti, aytmayman. Qolganingni beraman deyapman-ku. Hop, uyimdan chiqib keting. Yaxshi. Jinursin. Qolganingni beraman degandim. Sho'mayo obunachilar, bu yaramas men qotil ekan. Yaramas. Tezroq buni politsiyaga aytaman.
Nafaqani 102. Alo, politsiyami? Ha, politsiya eshitadi. Iltimos tezroq 13-qishloqqa keling. Xo'p, yaqin yetib boramiz. Obunachilar, men politsiya chaqirdim, ungacha kutib turinglar. Shuni kamerani yoqaman. Obunachilar, nima bo'lganini ham tasavvur qilolmaysan. Men politsiya keldi. Ular meni olib ketishdi. Hozir meni tekshirishga politsiyachi keladi. Alo, assalomu alaykum. Siz politsiyachimisiz? Ha, menman. Meringizni olib ketishdi allaqachon sizning yordamchilaringiz. Meni tergov qilishga kelishingiz kerak edi. Men yordamchilarim. Men buzib keldim. Yo'q, yordamchilaringiz olib ketdi. Men yordamchilarim. To'g'ri, yordamchilaring bor, olib ketgan. Sen просто tergov qilishga kelgansan. To'g'ri bor edi. Jim turgan bo'ldi. Eshitdim, telefonda yetishdi. Hozir madar gaplashib olaylik, madar gap yetishdi. Bo'ldi, to'g'ri. Bo'l, hop, bo'ldilar. Hop, endi meni tergov qilishingiz kerak, uyimni tekshiring. Xo'sh, короче, men ana u yerda mana shu огородimni tagidan anaqa topdim. Menda o'sha qotillik bo'layotgan anaqani topdim. Buni kovlab tushaylik. Ha, bo'ldi, yuring. Yo, mana bu yerdan kovlasak bo'ladi. Mana aniq buni mer qilgan. Men erta katta summa talab etdi. Mana o'sha keramas. Mana qon yotibdi. Mana qon, qo'limda qon. Mana bu yerda odamning tanasi ko'rdingizmi? Men bilan tanlayman. Mana bu yerda o'sha qotilliklarni qabul. Yo'qolganlarni mana shu mer o'ldirgan menimcha. Bu ham qishlog'imizga kelgan. Mana sara tushaklari bu qo'limga tushib qoldi. Nimalarga mana bitta yechin o'zi qo'limda qon yaramas. Qon bo'layotibdi. Ya, jinni men qondan qo'rqaman. Politsiyachi janob. Xullas, короче, shuni rasmga olaman qilarsiz bo'ldimi? Men ozodmanmi? Merimni qamaysizlarmi? Men birinchi marta o'zini qilmagan. Voy, bilaman. Bo'pti, men ketdim. Siz o'zingiz nima deb qo'yasiz, politsiyachi? Obunachilar, ko'rdinglarmi? Mer qallob ekan. Yo-mayo. Seni merni. Menimcha bizning yoqaga yangi mer solishsa kerak, shuning uchun salom xayrlashaman. Keyingi safar videolarimda ko'rishguncha va xayr. Kanalga obuna bo'lish va like bosishni unutmanglar.